Mana bugungi bemorimiz Vladivostokda bir ikkita qo'ydirib kelgan ekanlar. Bizda davom ettirib berish, lecheniyani davom ettirib berishni so'radilar. Xo'p, mo tomondan klikka joy ochib, klikni pastga tushiryapmiz. Mo tomondan bokovой tishimiz, sal ochamiz. O'zingiz oching. Bokovой tishimiz olib chiqishimiz kerak. Buning uchun metga mini-vint qo'yamiz. Hozir bugungi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Birinchi yaxshilab chistka qilib yuboramiz. Brekit bor payti ham chistka qilsa bo'ladi. Ochamiz. Ko'pchilik brekit borligida chistka qilish mumkin emas deb o'ylaydi. Mana tish toshlari yaxshigina yig'ilgan. Mana tomonda tishni даже qoplab olgan, mana ko'rsalar ham bo'ladi. Yon tomondan qoplab olgan, brekit ustiga chiqib ketyapti toshlar. Qo'lni mana shunday tozalab turib, ikki yondan mini-vint qo'yiladi. Mini-vintga keyin tortib, mana bu tishga joy ochilib, tishlarni tekizlaymiz. Xudo xolasa ishlaymiz. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Podpiskani unutmanglar.